Qani shuni yoqqa. Qani bizning sen borlagan? Men emas, bu o'g'illagan. Sen nega urilib ketasan? Qani mening oy qizim topib tez. Bo'l tez topib. Mana mashina qizingiz. Kallangni ishlatsang bo'lmaydimi? Qo'shnilarning oldida nima degan odam bo'lamiz? Bitta qizni o'g'irlab kelib, просто tak yasholmaysan, bir narsasi bor deb o'ylashadi. Gapirasiz a? Ha, endi jiyan. Taqiyman buni. Ha, endi jiyan to'yga pulni qatlamoqchi endi. $10,000 yig'ib qo'yganman. Qatın. Ne qilib yursan sen? Ha, aytib ketsang bo'ladi-ku, ikki birday jenging turg'un nega sibirlab qana aytmaysan? Bala men söyleshdim-de. Ikkinchi kelishib oldingizmi? Onda baxti bu. Ha, bular kelishibdi ikkovi. Ya endi qalin buni söylesek, yurib. Bayliq to'la dalasi. Екі жасымыз бір-біріне мақұл кепті, келісіпті, біздер ham bizlerге de ma'qul. Енді біз қалың pulni kelishib alayıq sizlerмен. Qizimizni o'qitib qo'yganmiz, o'g'an $3,000. Qizimizni pazandelikka o'qitib qo'yibmiz, o'g'an $3,000. Qizimizni chet tillarini o'qitib qo'yganmiz, o'g'an $4,000. Общий $10,000 bo'ldi. Qizingizni men o'g'irlab ketdim, shunga mana 10,000. Voy, bu yerda kuyov bola beradi ekan pulni. So'laymi? Endi bu boshqa gap. Endi sizlarda Qoraqalpog'iston Respublikasida kempir o'ldi qadesini kutamiz. Kampir o'ldi. Nurjamg'a